Ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab sport sinovlarini topshirish jarayoni qizg'in davom etmoqda. Ana shunday tadbirlarning navbatdagisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan 86-sonli umumta'lim maktabi o'quvchilari ishtirokida o'tdi. Jismoniy tayyorgarlikning ixtiyoriy talablari bo'yicha sport sinovlarining qabul qilinish jarayonini sport vaziri Adham Ikromov, Milliy olimpiya qo'mitasi vakillari va bir qator tegishli mutasaddilar bevosita kuzatishdi. Bugungi kunda ushbu maktabda 1911 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda va ularning 1577 nafari mysport.uz elektron platformasi orqali ixtiyoriy talab bo'yicha sport sinovlarini topshirishga ariza bergan. Unda 10 metrga slalom yugurish, 3 metrga klassik o'yinda borib qaytish, chiziq bo'ylab sakrash, 3-10 metrga maksimon yugurish, kurakda yotgan holda oyoqlarni juftlashtirib, gavdani yuqoriga ko'tarish turi bo'yicha sport sinovlari topshirilyapti. Bilamizki, sport sinovlarda 3 darajaga sertifikat ajratilgan, 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali. Biz mana shu darajali sertifikatlarni ma'lum qilganimizda bu o'quvchilarimizda yanada ishtiyoq, bir-biridan o'zib ketish ishtiyoqlari yanada kuchaydi. Sinov me'yorlari a'lo darajada 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali sertifikatlarni olib kelmoqdalar. Hozirgi kunda mana biz 18-apreldan start berdik 86-maktabda sport sinovlarida. O'shani 1577 ta o'quvchi ixtiyoriy ravishda o'sha platformaga o'tkazgan bo'lsak, hozirgi kunda 1000 ga yaqin o'quvchilarimizni baholab, sertifikat darajasini olib berdik. Hozir mana 577 ta o'quvchimiz qoldi. Hozir ularni mana ko'rib turganingizdek olib davom etib kelmoqdamiz. Aytish kerakki, ko'tarinki kayfiyatda o'tgan ana shunday sport sinovlari har bir o'quvchini jismoniy faol bo'lishga undaydi. Sport vaziri maktabda o'quvchi yoshlar bilan suhbatlashib, ularning sportga bo'lgan qiziqishlarini o'rganadi.